Ortaklar selamünaleyküm. Ustalar hanımlar. Kir maşinimiz LY gösterdik kaldı. LG kir maşin. LY aşıpça blokirovka deb yazılgan. Görseniz. Lekin blokirovka olana 5 beklenişi boyunca belirlengan ekan. Hatta bir yerden gap chiqmadi. Biz endi hozir ochib ko'rdik. Menüga tekshirsak gerek turib tahodatchikdan gap chiqdi. Ama en az tahodatchikni polностью разборка ettik. Açtık, tozaladik. Tahodatchik nereye ketganligini. Onda toza tahodatchik. Yani tozalab qo'yilmagan paket tahodatchik. Burası eter endi shunday oshib chiqsa ko'ringlar, netinglar deb turibman. Endi hozir tekshirib ko'ramiz bularni. Sizlar hozir bu рабочий toza tahodatchikni ko'ramiz. Hozir tak, ne oldu tuttu bu? Tak. 1 2 ishlab turibdi. 1 3 рабочий 1 4 o и 1 5. O'rtada bir sabab. Tahodatchikimizni ko'rsatib yine. Bak 10 qo'l tarafdagi birinchi, ikkinchi, keyin o'rtada steker bor, bu nima aytolmaydi. Keyin 3 bilan 4. Ama shularniki hozir ko'rdingizlar, buniki ishlab turganligini. 1 bilan 4 hozir ko'rsataman. 1 bilan 2. Yine 1 bilan 2. 1 bilan 2'den keyin 2 1 bilan 2, 1 bilan 3. 1 bilan 4. Bu ishlab turgan normal tahodatchikimiz. Endi bizlarni oshibga ko'rsatgan tahodatchikni ko'rib chiqamiz. Tak. 1 bilan 2. 1 bilan 2 cho'ch ko'rsatib turibdi. Endi 1 bilan 3. Hozir. Yana 1 bilan 3. O'xshamagan vaysa turibdi. Bu 1 bilan 4. Endi 1 bilan 3. 1 bilan 2. İkinci tahodatchikimiz yo'q. İkinci tahodatchikimiz mana. İkinci liniyamiz deb aytamiz. İkinci liniya. Yani şu liniya, şu. Bu 1 2 Bunda o'zi просто bunday çocuk 3 4. Bu yerda ham birinchi agar qarasangiz yana ko'rsatadi. S1 1 2 mana 3 mana 3 4. Bular рабочий, bular ishlab turibdi hammasi. Bu ishlab turibdi, lekin ina şu tranzistor ketgan. Şu ketgan. Shuni almashtirsak ishga ketadi. LG mashinalarda tahodatchikdagi LG ошибка. Sağ olun.